Assalomu alaykum, Milliy kat yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Andijon viloyati Sharxon tumaniga yetib kelganmiz. Sizlar ko'rib turgan xuddi shu xonadonda qishda issiq bo'lish uchun isitish sistemalarini o'rnatib bermoqdamiz. Xonadonimizga jami 13 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan ustanobga qilib berdik. Xonadonimiz xuddi shu yerdan boshlab oxirgi uygacha qilinib beryapti. Xonadonimiz sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya. Xonadonimizga jami 13 dona har xil razmerdagi panelli radiatorlar ustanobga qilganmiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sistemalarda radiatorlarni sizlarga bir qator ko'rsatib chiqamiz. Xonadonimizga xuddi shunaqa panel radiatorlardan 13 dona ustanobga bo'ldi. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Remont bo'lganiga qaramasdan sifatli qilib, juda ham akkuratni qilib, bitta alohida e'tibor berib berasizlar. Remont juda ham zo'r bo'ldi. Отличный 100% ga yetgan. Xullas, hech qayerda buzmasdan, oshcha shikast yetkazmasdan, remontni urintirmasdan juda ham sifatli qilib o'rnatib berdik. Bu taraf koridor ekan, koridorga 50 sm ga 120 razmerdagi radiatorimizni ustanobga qilganmiz. Endi keyingi xonasi mehmon ekan. Xuddi shu yerga bu yog'i aboy bo'lgan, hamma remonti 100% to'liq bitkazilgan. 50 sm ga 2 metrli panelli radiatorimizni ustanobga qilganmiz. Obrotkamizni xuddi shu yerdan chiqarib yubordik. Klipsalarni endi qatirishadi. Xonadon oshxonasi ekan, xuddi shu yerga 50 sm ga 2 metrli panelli radiator ustanobga qilganmiz. Obrotkamizni 32 litr olib chiqib ketyapmiz. Bu xonadon ham xuddi shunaqa remonti juda ham bitgan. Chiroyli qilib remontini shikast yetkazmasdan akkuratli ravishda sifatli ishlarni olib boryapmiz. Mana xonadonimizning keyingi teraskasi ekan. O'sha teraska bo'lar ekan, oldi ochiq turibdi. Hozircha mana shu yerga razmerni o'lchab to'shni qilib hisobni chiqarib qo'yib ketdik. Bu yerda xonadon egalari qish kirishi mana shu 3 kun 4 kun ichida teraskani qilib, объемni qilib, yopib, yoduvaynalar bilan chotki qilib undan so'rar ekan. Xuddi shu yerga chiroyli qilib 2 dona ustanobga qilib berdik kirish xotiga. Keyingi xonamizga детский spalni 50 sm ga 2 metrli panelli radiatordan ustanobga qilib berganmiz. Bu xonaning ham aboy bo'lgan, jidka aboylari, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, teshilgan qumursqa ham o'talmaydi. Mana keyingi xonalarimiz xuddi shunaqa, pashti bir xilda 50 sm ga 2 metrli. Issiqroq bo'lsin-da zapas qilib, xonaning kvadratiga moslab, bir 4-5 kvadratga qo'shib zapas qilib, kattaroq radiatorni qo'yib berdik. Xudo xolasa ishlarimizni sifatiga bitta alohida e'tibor berasizlar. Santexniklarimiz mehnatiga bitta like bosib, shu videoni shunaqa santexnika mamlakat yo'qlarga tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mana videoda ko'rganlaringiz narigi taraf ham xuddi shunaqa teraska bo'ladi. Xuddi shunaqa teraskani olib kelib, ikki tomon razmeri bir xil ekan, xuddi shunaqa qilib radiatorni ustanobga qilib berdik. Bu keyingi xonasi ham xuddi shunaqa 50 ga 1, 2 ta. 50 ga 1 dan 2 ta. Juda ham hammom qilib mana burchakdan klipsalar qatirib, juda ham chiroyli qilib ishlarni bitkazib beryapmiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Katyo'limiz qaysi tomonga joylashganini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Katyo'limiz xonadonning shu orqa tarafiga ustanobga qilib berdik. Katyo'limiz 300 kvadratli bo'lib, 300 kvadratli xonadonlarda bemalol qizdirishga quvvat yetadi. Zeur brendi ostida katyo'limiz utuplit bo'lgan, shumga bo'lgan. Katyo'limiz narxi 9 300 ming so'm bo'ldi. Xudo xolasa xuddi shu xonadonga mana shu tarafiga o'rnatib berdik. Xonadon egalari keyinchalik xuddi shu yerda katyanni xona qilib, ashdan to'sib, germetichni qilib o'rnatib so'rar ekan. Videomizga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada shunaqa sifatli santexnik ishlarni oqtarib yurgan tanishlarga va sifatli ko'mirli kat yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Katyo'limiz yoqib, ponni yonish jarayonlarini ichkari radiatorlar sizlar bilan bir qator tekshirib chiqamiz. Katyo'limizni suvga to'ldirib ishga qo'yib oldik. Katyo'limiz podachasidan 70 gradus chiqib ketyapti. Xudo xolasa katyo'limizni sizlar bilan yonish jarayonini bir qator ko'rib chiqamiz. 3-asabda katyo'lxona yonyapti ekan. Yonish jarayonini ko'raylik-chi. Katyo'limizga ko'mir zapravka qilganmiz. Juda ham chiroyli ishlab beradi. Katyo'limizning yonish jarayoni. 4 dona ko'mir sotganmiz. Xudo xolasa xonadon egalariga ponni ko'mir zapravka qilib berdik. Bugun sovuq bo'lib qoldi, ko'mir yoqib ko'ramiz ishodi. Bitta yoqib sinab beryapmiz. Videomizga bitta like bosib qo'yamiz. Qo'l yopib o'rnasizda bir qator sizlar bilan xonadon ishlarni ko'rib chiqamiz. Mana xonadonimiz koridorda radiatorda bitta otib ko'rsatamiz. 76 gradus. Eng oxiriga to'chganmiz. Mana bu radiatorimiz ham 74 gradus chiqyapti. Mana 66, 67, pashti bir xil. 77. Juda ham chiroyli ishlayapti. Keyingi xonalarni qator ko'rib chiqamiz.
Mana keyingi xonalarimiz 75 gradus. Juda ham chiroyli ishlab beryapti. Mana keyingi radiatorlarimiz tashqarida bo'lishiga qaramay mana 67 gradus chiqib beryapti. Juda ham chiroyli. Tashqarining havosini olamiz. Mana 12 gradusda turibdi. Kotyorimiz podachisidan chiqayotgan graduslar. Mana 66. Juda ham chiroyli. Hammasi har bitta radiatorimiz ishlashi zo'r bo'lib ishlab beryapti. Mana 69 gradus. Pistoletda yo yaqin yo uzoq borganligini hisobiga 1 gradus, 2 gradus hammasida jicha raznica bo'lyapti. Keyingi radiatorlarni yana ko'rib chiqamiz. Mana keyingi xonalarimiz 61 gradus. Xudosa juda ham zo'r bo'lib har bitta radiatorimiz ishlab beryapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa sifatli santexnik ishlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa qilinglar. Xudosa sizlarning ham uylarni shunaqa chiroyli qilib, sifatli qilib ishlayni tez va bajarib beramiz. Biz asosiy yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun ko'mirli kotyorlar stanovka qilish. Biz stanovka qilgan joy Andijon viloyati Sharxonda bo'ldi. Xoldon Me'mor bozorining oldida bo'ldi. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sizlarga rahmat, tan joylaringiz sog' bo'lsin. Qish mavsumi kelyapti. Xudo tez harakat qilib aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham xizmatlarni bitkazib beramiz. Videoga bitta like bosib, kanalga mehmonlar patpisa tugmachasini bosib, shu videoni maksimal darajada ko'mirli kotyor yoqtirgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.